Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 6-belet tahlilini ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Piyodalarga yo'lni piyodalar o'tish joyidan tashqarida kesib o'tishga ruxsat etiladimi? Bu savolda F ikki to'g'ri javob bo'ladi. Bu savolni yodlab qolish tavsiya etiladi. Bu joyda hovliga burilishga ruxsat etiladimi? Albatta ruxsat etiladi. Sababi ko'rishimiz mumkinki, faqat belgilangan transport vositalari harakatlanish uchun mo'ljallangan, ya'ni yashil yuk avtomashinasining chapidagi polasa faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari uchun, ya'ni avtobus, yo'nalishli taksilar uchun mo'ljallangan va shu tufayli u boshqa yo'l qismlaridan uzluksiz sidirg'a chiziq bilan ajratilgan. Biroq hovliga kirish joyida to'g'risida uzluksiz sidirg'a chiziq bilan uzuq sidirg'a chiziq kelgan. Ushbu uzuq sidirg'a chiziq yashil yuk avtomashinasiga uzluksiz sidirg'a chiziqni kesib o'tishga va hovliga burilishga ruxsat etadi. Shundan kelib chiqsak, to'g'ri javob ruxsat etiladi. Ushbu belgilar aholi punktlarida xavfli yo'l qismi boshlanishidan qancha masofa oldin o'rnatiladi? Aholi punktlarida bo'lsa 50-100. Agar aholi punktlardan tashqarida bo'lsa 150-300 metr masofada o'rnatiladi. Avtomagistralda shatakka olishga ruxsat etiladimi? F1 50 km/s tezlik bilan ruxsat etiladi. To'ppa-to'g'ri. F2 taqiqlanadi. Noto'g'ri. F3 faqat qisman ortish usuli bilan yoki qattiq ulagich bilan ruxsat etiladi. Ikkita usulda ham mumkin. F4 egiluvchan tirkagich bilan ruxsat etiladi. To'ppa-to'g'ri. F5 istalgan usulda ruxsat etiladi. Demak, istalgan usulda ruxsat etilgan javob to'g'ri bo'ladi. Chunki biz avtomagistralda shatakka olingan holda harakat 50 km/s tezlikdan ortiq harakat qila olmaymiz. Shuningdek, faqat qisman ortish usuli bilan yoki qattiq ulagich bilan ham egiluvchan tirkagich bilan ham shatakka olishimiz mumkin. O'zimizga ma'qul usulni tanlagan holda. Belgilangan yo'nalish bo'ylab harakatlanayotgan avtobus haydovchisi ushbu sharoitda yo'l berish kerakmi? Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, yo'l belgilari va svetofor bilan tartibga solinmagan yo'llarda har doim tramvay transport vositasi boshqa transport vositalariga nisbatan ustunlikka ega bo'ladi. Bundan kelib chiqsak, hozirgi holatda avtobus haydovchisi, ya'ni belgilangan yo'nalish bo'ylab harakatlanayotgan avtobus haydovchisi tramvay transport vositasiga yo'l berishi kerak. Qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etiladi? Ushbu savolimiz oldingi betlarda ham takrorlangan. Gayning ushbu ishorasida oq va sariq transport vositalari harakatlanishi taqiqlanadi. Ko'k yashil avtomashinasiga faqat o'ngga harakatlanishga ruxsat etiladi. Ko'k avtomobilga esa to'g'riga, chapga va qayirib olishga ruxsat etiladi, chunki uning turgan polsasiga bog'liq. Qizil avtomobilga esa to'g'riga va o'ngga. Chunki u o'ng tarafdagi polsada turibdi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, qizil, ko'k va yashil avtomobillarga harakatlanish ruxsat etiladi. Tirkamali yengil avtomobillarga yo'lning shu yo'l belgisi o'rnatilgan qismida qanday eng katta tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Ushbu belgiga muvofiq ushbu atoqli ot, ya'ni Chimboy qishloq bo'ladimi, joy bo'ladimi, ushbu joyga yetib olish uchun aholi punktdan tashqari yo'lda harakatlanishni bildiradi. Agar Chimboy oq yo'l belgisi ichida turganda edi, unda bu aholi punktini bildirgan bo'ladi. Ko'kda bo'lganligi uchun bu aholi punktiga tashqi yo'llar orqali borilishini bildiradi va uni atrofida aholi punkti mavjud bo'lmaydi. Bunda demak, tirkamali yengil avtomobillar uchun eng yuqori tezlik 80 km bo'ladi. Agar tirkamasiz yengil avtomobillar bo'lganda edi, 100 km/s tezlikda harakatlanish ruxsat etilardi. Qaysi holda qoidalar ogohlantirish ishorasini berish talab qilmaydi? Qatnov qismining chekkasida to'xtash oldidan albatta ogohlantirish ishorasi berilishi kerak. F2 xavfli burilish belgisi bilan belgilangan yo'lning egri burilish joyi oldidan. Shart emas.
Bunda ogohlantirish berish shart emas. F3 qo'shni harakat bo'lagiga o'tish oldidan albatta beriladi ogohlantirish ishorasi. Demak, F2 javob to'g'ri bo'ladi. Ushbu yo'l belgisi nimani bildiradi? Ushbu yo'l belgisi 7 ton haqiqiy vazni yukni ham qo'shgan holatda, yo'lovchi va yukni ham qo'shgan holatda, haqiqiy vazni ham qo'shgan holda umumiy vaznini 7 tonna va undan ortiq, ya'ni 7 tonna vazndan ortiq, ya'ni 7 tonnagacha hudud etiladi. 7 tonnadan oshdimi, ushbu belgida harakatlanish taqiqlanadi. Biz o'sha vaznni hisobga olishda o'sha zavoddan ishlab chiqarilgan da berilgan vazni bilan u yuk yo'lovchilari va yukni ham qo'shgan holatda 7 tonnadan ortiq bo'lmasligi kerak. Ushbu belgida harakatlanish uchun. To'g'ri javob F2 bo'ladi. M2 va M3 toifali avtotransport vositalari shina protektorlari naqshlarining qoldiq balandligi kamida qancha bo'lishi kerak? 2 mm bo'ladi. Ushbu savolni yodlab qolishni tavsiya qilamiz. Bu savol bizni bugungi tahlilimizning oxirgi savoli. Savollaringiz bo'lsa kommentlarda yozib qoldiring, javob berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishni davom ettiring, kanalimizga obuna bo'ling, layklar bosishni unutmang. Ozgina hitimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz bu orqali. Bizni YouTube'da ham kuzatishni davom eting. Xayr, salomat bo'ling.